İkinci archani kesyapmiz. Mana qorong'ida ishlashning bir gashti bor. Mana shoxlarni kesib, bittasi bo'ldi mana bunisi. Yaxshi bo'lib qoldi. Shaklga berilib. Mana archani kesyapman. Kunduz kuniga vaqt yo'q. Mana kechasi kesyapman. Shakl berib mana chiroyli bo'lib qoldi. Mana bu yoqlari ham. Barglarini ham oddiy qaychi bilan kesyapman. Orasiga havo kiradi ham bu shakl berilgan archada, shuning uchun yog'och qo'yilib, orasiga ochilib turadi, mana shu o'sadi. Vaqtinchalik yog'och qo'yiladi bunga. Mana chiroyli bo'lib qoldi, o'sib. Ancha shaklga kelib qoldi. Kunduzi vaqt yo'q.